Assalomu alaykum, Safiya bolalar taomlari salonimizdagi barliq xonim-qizlar bugungi tutilgan yangi dars bolalarninki amriqi bo'lgan alohida tuxum o'ralmasi. Kerakli materiallar: sho'xlar, tuxum, kichik so'ng piyoz, tarxamak, oqash, yana mifam, tuz, mushu pisalarning yuzi qildigan pishloq bog'u mushuni ishlatamiz. Birinchi qadamda qozonga suv quyib qaynatgandan keyin mushu sho'xlarni qaynoqlik o'tkazib, postini so'yib olamiz. Qizlar mana sho'xlarning postini so'yib o'tgandan keyin ushshaq chanab to'g'rab olamiz, pishloqni to'g'rab olamiz, tarxamakni inchga uzun olatda to'g'rab olamiz, kichik so'ng piyozni ushshaq olatda to'g'raymiz. Endi bu qadamda muvofiq miqdordagi tuzni quyib, tuxumni tekshir aralashtiramiz. Tuxumi tayyor bo'ldi. Qizlar endiki qadamda qozonga ozroq shu zaytun mayi bulamdi yoki oil ishlatadigan may bulamdi quyib, buni tushitimiz. Qizlar ondan shu sho'xini silib qo'riymiz. Qizlar shu sho'xlar yumshoq ezilgan chog'da orqadan pishloqni silib, pishloqdan tang qo'riymiz. O't kuchini o'zinglar tangsizsanglar bo'ldi. Men endi bir qo'lda video og'ashqa sal afsiz bo'lib qoldi. Pishloq bilan shu sho'xlar ezilib, mushloq holat kelganda, obay deyishni unutib qolibman. Ozroq miqdorda sovutilgan qaynoq muzdak suv to'ksanglar bo'ldi, sovuq suv. Ondan sho'xlardan bir qo'shiq savatsanglar bo'ldi. Sho'xli qiyomidan. Ondan tuzdan muvofiq miqdorda solsizlar. Oxirida shu kichik so'ng piyozni silib, tekshir aralashtirsizlar. Ondan shu oq mifamni solsizlar. Buni tekshir aralashtirsizlar.